Xo'p, assalomu alaykum. Guruhimiz qatnashchilari. Indamasdan, ovoz chiqarmasdan kuzatib boruvchilar, ta'qib etuvchilar, rivojlanuvchilar, rivojlanishi kerak bo'lganlar, rivojlanishni istaganlar. Mani eshitayotganlar xullas. Bugun men yana Halimaxonim sizlar bilan yana anglashlarim bo'lishim keldi. Tepada jonli efir deb link tashlab qo'ydim. Afsuski, hozir jonli efir qilishi imkoni bo'lmadi. Wi-Fi internet past ishlayotgani sababli. O'shaning uchun ovozli jo'natib qo'yishni qaror qildim. Xabaringlar bor, 2-3 kundan beri o'zimni anglashlarim bilan bo'lishyapman kanalda. Chunki menga anglashlar ketma-ketiga kelib yotibdi. Shukr alhamdulillah. Bilasizmi, bugungi anglashim nima bo'ldi? Bugungi anglashim ertalabdan, qarang, ertalabdan biza qanaqa uyg'onsak, kecha dars eshitdim dedim-ku, mana 3 kundan beri dars eshityapman. Aytayotdiki, o'sha darsimda ustozim aytayotdiki, ertalab uyg'onganingizda, turganingizda emas, uyg'onganingizda birinchi bo'lib uyg'onishingiz bilan bugun uyg'onganingizga shukr qilasiz. Uyg'onganingiz uchun, bugungi kun sizga berilgani uchun va kun bilan birgalikda imkoniyat, ne'mat berilgani uchun shukronalik keltirarkansiz. Va undan keyin chuqur nafas mashqimiz bor. Mashhur psixologlar orasida mashhur nafas mashqimiz bor. 3 marta chuqur nafas olib, to'xtab turib, o nafasni og'izdan chuqur qilib chiqaramiz. Va bugun men uchun eng yaxshi kun, bugun men uchun barakali kun. Bugun men hamma barakaga, ne'matga, daromadga ochiladigan kunim. Bugun men pul oqimiga ochilaman. Bugun men baxt oqimidaman. Bugun meni barcha kanallarim ochiq, faqat pozitivlik uchun, faqat samimiyat uchun, faqat rizq nasiba uchun, boylik, mo'llik, baraka uchun, davlat uchun, qismat uchun va hokazolar uchun bugun meni barcha kanallarim ochiq. Koinot men bilan birga, koinot meni hamma orzumga yetkazish uchun harakatda. Butun farishtalar, butun koinot harakatda. Men ishonaman, menga albatta mo'llik, baraka keladi. Rizq nasiba keladi. Erkinlik keladi. Imkoniyat keladi. Pullar, daromad keladi va istagan hamma orzu maqsadlarimni amalga oshiraman degan affirmatsiyalarni o'zingizga takrorlashingiz va yengilgina gimnastika harakatlar qilib va shu bilan vibratsiyani, ruhiyatni ko'tarib, yuksak vibratsiya, energiya bilan o'rindan turib, o'sha gimnastikalarni qilib, Bismillahirrohmanirrohim deb, albatta Bismillahirrohmanirrohim deb reja tuzib, ana o'sha rejalarni amalga oshirish. Bu nima degani? Maqsad. Katta maqsadimizga kichik maqsadlardan boramiz. Bu nima deganini oldin tushunmasdim. Men ustozlardan eshitganman. Katta maqsad qo'ying va u katta maqsadga kichik maqsadlar orqali erishishingizni biling va kichkina maqsad qiling. Bugungi kun uchun 2-3 ta maqsad, ertangi kun uchun 2-3 ta maqsad va ularni amalga oshiringki,
ong o'shanga ishonsin. Ong o'sha maqsadni biz amalga oshira olishimizga ishonsin. Ishongandan keyin ongimiz bizadan oldin harakat qilib yugurgilolab ketaveradi qolgan maqsadlarimizga. Ya'ni masalan, maqsadki reja tuzish. Reja tuzish. U rejani siz amalga oshirishingizni biling. Bugun 5 ta reja tuzdingiz. Bugun 3 ta reja tuzdingiz. Bugun 4 ta reja tuzdingiz. Kamida 2 ta reja tuzdingiz. Va o'sha rejalarni amalga oshiring. Ya'ni bilingki amalga oshirishingizni o'zingiz biling. Va albatta bugun o'shalarni amalga oshiring. U esa kichik maqsadlarni amalga oshirdim deb kechqurun yotishingizni o'zingizga aytishingiz uchun va ongingiz o'shani ko'radimi, o'shani eshitdimi, isbotini topdimi? Ha, demak, men maqsad qo'yib amalga oshira olar ekanman. Demak, ertaga kattaroq maqsad qo'yasiz, ya'ni reja, kun rejasi. Va indinga yana ham kattaroq maqsad qo'yasiz. Rejalar qo'yib o'shalarni amalga oshirib boraverganingiz sari sizda sekin-sekin o'sha kichkina, har bitta kichkina maqsad katta maqsadga yo'l ochib beradi. Ana undan keyin topar ekanmiz bizni asosiy katta maqsadimiz nima? Men bugun mana mashina angladim, bilasizmi? Mashina angladim. Ertalab choy ichib o'tirganimizda qizim ikkalamiz tabiiyki biza tinmay harakatdamiz, yuqori cho'qqiga harakatdamiz. Yana ham rivojlanishga, ulg'ayishga, o'sishga, rivojlanishga, taraqqiy etishga harakatdamiz tinmasdan. Masalan, yana bugun qanaqa bugungi rejalarimiz va ertangi oldimizdagi rejalarimiz haqida gaplashdikda o'rnimdan turishim kerak. Peshin va namozi vaqti bo'lib qoldi. Lekin men muvaqqaq barqaror kesin bir qaror olmasdan o'rnimdan turib ketolmayman. Shunda men aytdimki, voy deyapman. Demak, qarorim shuni qilish. Demakki, mana mashina bundan keyin qilaman, men buni oldin keyin buni qilaman. Mana men qaror oldim. Endi o'rnimdan tursam bo'larkan deganimdan keyin shunda o'rnimdan turdim. Ya'ni tahorat qilish, namoz o'qish uchun o'rnimdan turib harakat qilishim kerak. Buning uchun demak meni ongim aytayaptiki, to'xta, oldin qaror ber. Ya'ni bugungi rejangni tuz. Oldingdagi rejani tuz. O'zing qila oladigan, amalga oshira oladigan rejani tuz. Qaror qil, qat'iy qaror qil. Undan keyin xotirjam qalbga, rohat anaqaga, miyaga o'rningdan tura olasan. Chunki topib olasan, sen nima qilishingni topib olasan. Belgilab olasan. Undan keyin chiroyli qaror bilan o'rningdan turasan deyapti ongim. Keyin men o'tirdimki, qarorim, men qaror qilaman. Bugun men buni qilaman, bundan keyin men buni qilaman. Demakki, ertaga men buni qilaman, 3 kundan keyin, 1 haftadan keyin men buni qilaman. 2 oy, 3 oydan keyin, 2 oydan keyin men buni qilaman, 3 oydan keyin men buni qilaman. Demakki, qaror qabul qilindi. Deganimdan keyin o'rnimdan turib boshqa ishlarga qarashni boshladim. Ya'ni kelib tahorat olib namozimni o'qib oldim. Ya'ni nima demoqchiman, bilasizmi? Nima demoqchimanki, ya'ni har bitta oldin men shuni tushunmasdim. Katta maqsad, kichkina maqsad, voy bular qanaqa bo'larkan? Maqsading nima? Men hali ham topolmayman. Maqsading nima degan savolga javobni hali ham topolmayman. Chunki hali ham bilmayman men maqsadim nimaligini. Chunki men qattan pul kelsa o'sha tarafga qayrilib ketaveradigan odamman va hammamiz shunaqamiz. Ya'ni pul kelsa ham, kelmasa ham men buni mazza qilib qilaman deydigan odam emasmiz. O'zimizdan aldamaylik. Ya'ni aytiladi-ku,
Bitta odam maqsad qo'ydimi, o'sha maqsaddan qaytish kerak emas. Masalan, kompaniya tashkil qilish, sex ochish, fabrika yuritish, biron qo'shiqchilik yoki muzikantlik yoki sportsmenlik yoki uydi buydi va hokazolar. Ana o'shani boshladimi, sevimli kasbi o'shami, o'sha kasbini ketidan ketadi. U kasbida nima qarshisidan chiqsa to'xtamasdan ketaveradi. Bu degani, ya'ni pul kelmasa ham, o'sha kasbidan pul kelmasa ham, bir tiyinsiz qolsa ham, o'sha yo'lida o'sha kasbiga qarab ketaverish degani emas. Mutlaqo qorin ochadi, ovqat yeyish kerak, uyiga produkt olib kelish kerak. Ya'ni undan tashqari o'sha kasbini maza qilib kasbini qilyapti, tekinga nimadir qilyapti, tekinga o'sha maqsadiga qarab ketyapti. Ya'ni nima tashkil qilmoqchi, kompaniya, sex tashkil qilmoqchi, hamma narsa to'g'ri. Hamma o'sha maqsad qo'ydimi, mana buni sevib qilmoqchimi, o'sha yo'lda to'g'ri ketadiganlar bor va bir qancha. Lekin ikkinchi tarafda hayot ham davom etyapti. Yashash ham kerak, hayot ham davom etyapti. Masalan, bir uyni erkagi bitta maqsad qo'yibdi. Masalan, bir sex ochish yoki kompaniya ochish yoki magazin ochish yoki do'kon ochish yoki biznes. O'shani maqsad qo'yibdi. Ya'ni bu yerdagi hayotni yopib qo'yib, faqat o'sha maqsadiga ketaverish degani emas-da. Ya'ni to'g'ri, eshigini qulflab qo'yishi mumkin. Lekin qorin ochadi. Qorinni qulflab qo'ya olmaydi-da. Og'zini yopib qo'ya olmaydi-da. Ya'ni sen qorni bilan kelisha olmaydi. Sen ochmay turgin, 1 yil ochmay turgin qornim, sen mendan ovqat talab qilmay turgin, men o'sha maqsadimni amalga oshirib olay deya olmaydi. Bu yoqda ikkinchi planda hayot ham davom etyapti. Mutlaqo yeb ichish kerak. Ana o'shaning uchun pulsiz tepa-tekinga, lekin maqsadiga qarab ketyapti degani emas. Mutlaqo o'sha pul keladigan ishni qilish kerak. Men boyagi temamga yetib keldimki, boyagi gapimga yetib keldimki, men qayoqdan pul kelsa, qayoqdan pul kelishi ehtimoli katta bo'lsa, o'sha tarafga yurib ketaveraman. Demakki, meni maqsadim nima ekan? Maqsadim katta pullarga chiqish, katta pullarga ochilish. Tabiiyki bu maqsad deyilmaydi. Lekin ungacha bo'ladigan proseslar, o'sha katta pullarga ochilish, katta pulga chiqish, katta pul daromadni olishni boshlash, keladigan joyini topish va o'sha kelib turishini boshlash. Daromad o'sha ortiq kelib turibdimi? O'shani daromad kelib turishiga ishonganingdan keyin u maqsad ham kattalashadi. U maqsad degani o'sha men buni qilaman, amalga oshiraman. Demakki, men sex ochishni amalga oshiraman. Men sex ochaman va buni men o'zim amalga oshiraman. Ana o'shanga borguncha bugun men bu odam bilan uchrashib kelishim kerak. Bugun men bu joyga borib qo'l qo'ydirib kelaman. Bugun men bu joyga borib qog'oz chiqartirib kelaman. Bugun men bu joyga borib qaror chiqartirib kelaman. Bugun men bu odam bilan ko'rishib dogovor tuzaman. Ko'ryapsizmi? Ana o'shalar ham maqsad. O'shalarni ham amalga oshiradigan maqsad-da. Va yana chiqib ketdim, qaytib kelaman. O'shanga o'xshab mendan maqsading nima deyishsa, hozir ham aytib bera olmayman-da, meni maqsadim nima? Meni maqsadim nima? Katta pullarga chiqish, daromad o'zi kelib turadigan passiv daromad tashkil qilish.
aktiv daromad, passiv daromad tashkil qilish, investor bo'lish, aksioner bo'lish va o'zimni o'stirish va kelajakdagi Halima xonimga erishish. Bu nima degani? Bu degani passiv daromad, aktiv daromadlar shundoq уже pul qaynog'i ochildi. Kelib turibdi. Daromadlar o'zini o'zi aylantirib, ko'paytirib, o'zi kelyapti. Bu degani men qaqqadir borib kimnidir qo'lida ishlamayman. 12 oyda 1 yilda 12 marta maosh olmayman. Kimnidir qo'liga, qosh qovog'iga qaramayman. Vaysashini, anaqalarini, kesatishlarini eshitmayman. 15 ta 20 ta kollektivi ichiga kirib 15 xil, 20 xil fe'l atvor bilan kelishib ishlashga majbur bo'lmayman. Ya'ni o'zimni tijoratim, o'zimni shaxsiy erkinligim orqasidan shaxsiy tijoratim, shaxsiy biznesim, shaxsiy fikrlarim va shaxsiy aksiyalarim, shaxsiy passiv daromadimga ega bo'lish. Va o'shani o'zim yaratish, amalga oshirish. Kim oshirib beradi bo'lmasa amalga? Kim yaratib beradi bo'lmasa buni menga? O'zimni maqsadimni, o'zimni orzuyimni o'zim amalga oshirmasam, uni men qanaqa borishi, u meni orzuyimligini va qancha energiyaga egaligini, qancha energiya menga berishini va uni qanaqa qilib yashab amalga oshirib yetib borishimni men o'zim bilaman. O'zim, mendan boshqa kim biladi uni? Ana o'shaning uchun o'zim amalga oshiraman. Ana o'sha o'zim amalga oshirgan rejalarim maqsadimni amalga oshirganim hisoblanar ekan. Va o'sha kichik demak men mamnaq qilaman degan rejalarim o'sha kichik maqsadlar ekan. Ana o'sha kichik maqsadlarni amalga oshirib, bugungisini, ertangisini, bir haftagisini, bir oygisini amalga oshirib boraveramizmi? Demakki biz o'sha katta maqsadimizga yo'l ochildi. Ya'ni biz aniqlab oldik, katta maqsadimizni aniqlab oldik. Va o'sha katta maqsadimizga yo'l ochildi va o'shani ko'ramiz, o'sha katta maqsadimizni va to'g'ri o'sha maqsadimizga qadam tashlab, to'g'ri bosib boraveramiz. Unisi o'sha oson yo'l hisoblanadi. Unisi o'sha ochilgan yo'l hisoblanadi. Unisi o'sha bizga mavhum emas, ma'lum yo'l hisoblanadi. Ana men bugun shu narsani tushunib oldim. Demakki, men anuni qilaman deganim, qarang, erishaman demayapman-da. Kecha ham ovozli chatimda shuni qoldirgan edim, sizlarga gapirib o'tgan edim. Yangi ibora yaratdim. O'zimda yangi ibora yaratdim. Bu nima? Maqsadimga, orzu-havaslarimga, niyatlarimga, xoyu-havaslarimga erishaman emas, amalga oshiraman. Va sizlarga savol qoldirgandimki, orzu-havaslarim, maqsadlarimga erishaman deb ko'ring o'zingizga va ketidan men orzu, maqsadlarim, niyatlarim, havaslarimni amalga oshiraman deb ko'ring. Nima sezdingiz, nima his qildingiz, qanaqa ta'sirot, qanaqa his tuyg'u va qanaqa anglash keldi? Nima his qildingiz deb savol qoldirgandim. Tabiiyki, sessiz sadosiz jim kuzatuvchilarim tabiiyki o'zingizlar kuzatgansizlar, eshitgansizlar va o'zingizlarning ichingizlarda etib ko'rgansizlar buni. Mutlaqo qilib ko'rgansizlar. Men erishaman bilan men amalga oshiramanni qilib ko'rgansizlar. Kim nima his qildi, kimga qanaqa his tuyg'u keldi, kim nima sezdi, u javobni o'zingizlar olgansizlar. Faqat meni kanalimda muhokama gruppam bor. Unga hech kim yozmaydi. Faqat farqi shunda. Kuzatuvchilar bor, eshituvchilar bor, faqat muhokamaga, ya'ni gruppaga yozuvchi yo'q. O'shaning uchun
yozmaganinglar uchun men bilolmadim kim nima his qilganini. Lekin men o'zim his qilganim. Qarang, men erishaman, orzu-havaslarimga erishaman deganimda, как будто ular menga tayyor eshikdan kirib keladi-da, men ularga erishdim. Ya'ni bu nima bo'ladi? Sehr bo'ladi. Ya'ni nima deganim? Tayyoriga erishib qolish bo'ladi-da, hech bir harakatsiz, hech bir mehnatsiz, hech bir harakatsiz, hech bir oldinga ilgarilashsiz, hech bir maqsad, reja tuzib uni amalga oshirishsiz tayyoriga mundoqqina erishib qolish hisoblanadi-da. Men shunaqa taassurot oldim. Men shuni his qildim. Amalga oshiraman deganingizda amalga oshiraman deganimda birinchi bo'lib o'zimga ishonch keldi. Ikkinchi bo'lib g'ayrat keldi menga, ishonch keldi, g'ayrat keldi, kuch-quvvat keldi va o'rnimdan turg'izib yubordi-da, bu meni boru, harakat keldi. Yana demakki men amalga oshira olarkanman degan energiya keldi. Energiya, vibratsiya, kayfiyat, o'zimga ishonch, qila olishimga ishonch va yana undan keyingisini ham reja tuza olaman va uni qila olamanga nima? Turtki. Undov keldi. Bilasizmi? O'zimga shu narsalar keldi. Shu taassurotni, shu zavqni, shu his tuyg'uni his qildim men. Qachonki nima qilaman deganimda, amalga oshiraman deganimda, shu maqsadimni amalga oshiraman deganimda shuncha vibratsiya oldim men. Ishonch, kuch, g'ayrat, harakat va keyingi reja tuza olishimga va uni amalga oshira olishimga undov o'zimda. Erishaman deganimda, qarang, erishaman deganimda hech nima his qilmayapman-da. Hech qanaqa taassurot kelmayapti-da menga. Hech qanaqa zavq, shavq, harakat, hech nima yo'q-da. Bo'shlik. Faqat tap-tayyor erishish, tap-tayyor menga kelyapti va men erishib qolyapman. Shuni his qildim xolos. Ana o'sha anglashlar keldi bugun. Demakki, menda maqsad, eng katta maqsad bitta. To'g'ri. Boyagi Halima xonimga erishish. Investor bo'lish, aksioner bo'lish, passiv daromad yaratish, katta qo'y fermasi tashkil qilish, yaratish va hokazolar. Hammasi maqsadim-da. Hammasi maqsadim. Ko'ryapsizmi? Qilish. Lekin qo'y fermasi yarataman demayapman. O'sha investor bo'laman demayapman. Zotan investorman. Shukr, alhamdulillah, zotan investorman. Qarang, bitta investorligimni, investorlikni amalga oshiraman. Shukr, alhamdulillah. Va qolganini ham Xudo xolasa o'sha qo'y fermasi katta, Xudo xolasa inshaalloh qo'y fermasi yarataman. Amalga oshiraman buni. Va passiv daromad yarataman, Xudo xolasa. Yana ham kattaroq kompaniya, firmalarga investor bo'laman, investitsiya kiritaman, Xudo xolasa. Va investorlikdan so'ra keyin aksioner ham bo'laman, Xudo xolasa. Va men bularni albatta amalga oshiraman va o'sha Halima xonimga albatta yetib boraman. O'sha Halima xonimni ham o'zim yarataman. O'zim amalga oshiraman. Va demakki biz albatta bitta katta maqsad qo'yib olib oldimizga va o'sha maqsadga erishishimiz
mana shu erishishimiz degan so'zni ustiga krest chizdimda, amalga oshirishimiz. Demakki bitta katta maqsad qo'yamiz, o'shanga yetib boramiz desak, biz o'zimizdan qiynab qo'yar ekanmiz. U bizga tog'dek ko'rinar ekan. Hozir mana menga kelayotganlarni aytyapman. Men his qilayotganlarimni aytyapman. Men katta maqsad qo'ydim, o'shanga yetib boraman desam, menga u maqsadim bilasizmi, tog'dek tuyulib ketdi-da. Tog'dek katta, og'ir energiya keldi menga. Voy, u maqsadga men qachon yetib borar ekanman deb, o'sha maqsadimni oldida men kichkina bir mitti odamdek o'sha maqsadimga hozir tepaga balandga qarab turibman-da. Mana xuddi shuni his qildim. Xuddi shu narsa keldi menga. Demakki, biza katta maqsad qo'yaman deb o'shanga yetib boramiz desak, o'zimizdan qiynab qo'yar ekanmiz. Ongim aytayotdiki, voy o deyapti, sal sekinroq deyapti, bunga oho deyapti. Demakki, har kuni tuzgan rejalarimiz o'sha kichik maqsadlarimiz va uni biz amalga oshirganimiz o'sha kichik maqsadlarimizni amalga oshirganimiz va katta maqsadimizga yo'l ochganimiz hisoblanadi. Ya'ni daraxtga, narvonga qarang, birinchi pog'onasidan chiqib boriladi-ku, to'g'ri emasmi? Narvonni qo'ydingiz-da, bir qarasangiz, 12-zinasidasiz. Bo'lishi mumkinmi shu narsa? Yo'q. Narvoni birinchi pog'onasidan chiqib boriladi. Daraxtga ham u pastidan ildizini bosib, pastidan chiqib boriladi va shoxlarini ushlab, shoxlariga qadam qo'yib, tepasiga chiqib boriladi. To'g'rimi? Chiroyli o'rik, chiroyli olmani uzish uchun. Xuddi shunaqa narsa-da. Kichik har kunga anoni qilaman deb o'shani qilib qo'yishimiz ham kichik maqsadlarni amalga oshirish hisoblanar ekan. Shuni men tushunib yetdim. Va siz ham yaxshilab shuni o'zlashtiring, shu gapimni o'zlashtiring, o'zingizga, ongingizga singdiring. Buni tasavvur qilib turib singdiring-da, tasavvur qilib turib singdiring shu narsani. Demakki, ana odam bilan uchrashib kelaman, baribir ish bo'yicha uchrashamiz-da. Bugun gapga boraman, gapga borib keldingiz. Bugun odam bilan uchrashib ishni hal qilaman, ishni hal qildingiz. Bugun nima buyruq chiqartiraman, borib buyruq chiqartirib keldingiz. Bugun direktorga borib qo'l qo'ydirib kelaman, qo'l qo'ydirib keldingiz. Shuni qarindoshiga borib kelaman, borib keldingiz. Ko'ryapsizmi? O'shalar kichik maqsadlarni amalga oshirish. Va ertaga men bu yoqqa borib kelaman, ertaga men bu ishni qilib qo'yaman, ertaga hatto bozorga borib kelaman, uyga men bu narsani olib kelaman, dugonamni chaqirib men bu ishxonaga borib kelaman. O'shalarni ertaga qildingizmi, yana kichik maqsadlarni amalga oshirgan hisoblanasiz. Har bitta men buni qilaman degan ishimiz o'sha kichik maqsadni amalga oshirganimiz hisoblanadi. Va natijada o'sha katta maqsadimizga yo'l ochildimi, o'sha katta maqsadimizni biz ko'ramizda, ha, meni maqsadim shu, men shunga yetib boraman, amalga oshiraman deysiz. Ha, meni maqsadim shu ekan, potensialim shu ekan, missiyam shu ekan, yo'lim shu ekan, tanlovim, qarorim shu ekan. Va men shunga albatta yetib boraman va amalga oshiraman deysiz. Chunki aniq ko'rinishni boshlar ekan Uje aniq ko'rinishni boshlar ekan. Va siz yo'lingizni topib olar ekansiz. Xo'p, endi ikkinchi aytadigan gapim, birinchi bo'lim tugadi, ikkinchi bo'lim bugungi ovozli chatni qoldirishimdan ikkinchi maqsadim yangi iboralar, bizani og'zimizdan chiqadigan gaplarimiz avval miyamizga keladi, to'g'rimi? Va ba'zan eshitilgan ustanovkalarni gapiramiz. Ba'zan emas, har zaman o'zi, bunday olib qaraganda-da. Oldindan eshitib kelganimiz va tilimiz o'sha qolipga tushib qolgan gaplarni gapiraveramiz. Til olishganligi, turklarda aytadi, dil olishganligi. Tilimiz o'rganib qolgan. O'sha gaplarni bunday gapiraveramiz.
Bilasizmi, siz o'zingizni kuzatganingiz sari va og'zingizdan chiqadigan gaplarni, chunki hayotimizga kirib keladi, bizani og'zimizdan chiqqan har bitta gap hayotimizga kirib keladi. Har bitta orzuyimiz, xayolimiz, havaslarimiz, bunda ko'rib niyat qilganlarimiz hammasi hayotimizga mutlaqo va muhaqqaq kirib kelishini e'tiborga olsak, e'tiborga olgan holda biz o'zimizni kuzatishni boshlaymiz. Men o'zimni 1 yil oldin kuzatishni boshladim. Bundoq o'tirganingizda qo'lingiz qanaqa bo'lib qoladi? Qo'lingiz bundoq tugun bo'lib qolishi mumkin, yumilib qolishi mumkin, yo'q har xil holatda o'tirib qolishimiz mumkin. Bundoq qaddimizni tikka qilamizda, ma'lum bir minutlar o'tgandan keyin bundoq yana bundoq bukchayib qolamiz. O'shanga o'rganib qolib bo'lib qolganda, bundoq qaddimiz bundoq tushib qoladi, bukchayib qolishimiz. Yoki bundoq qarab qolishimiz, bundoq odam qiyshayib xayol surib qolishi va har xil holatlar da o'zimiz bo'lib qolishimiz mumkin. Men ko'pchilik ustozlardan dars olganim sababli, saboq olganim, bilim olganim sababli, ya'ni o'zimni kuzataman. Hozir nima hid kelyapti menga? Hozir menga nima hid keldi? Hozir men nimani eshityapman? Hozir men qanaqa holatdaman? Va nimani ko'ryapman? Nimani eshityapman? Nima hid bilyapman? Va o'zim nimani o'ylayapman? Qanaqa xayol suryapman? Qanaqa holatda turibman? Holatim qanaqa? Ko'rinishim qanaqa? Ana o'sha o'zimni kuzatishni boshlaganman 1 yil oldin o'zimni o'rganish maqsadida, ya'ni o'zimni o'rganishni boshlaganman. Mutlaqo o'zimni batafsil, hozir nariga so'z esimga kelmay turibdi, nariga ibora, nariga so'z o'zimga kelmay turibdi og'zimga. O'zimni batafsil o'tida o'rganishni boshlaganman va birinchi bo'lib o'zimni kuzatishdan boshlaganman. Hozir nima hid kelyapti? Hozir nima eshityapman? Og'zimdan nima gap chiqyapti? Qanaqa gapiryapman uni? Qanaqa holatda turibman? Qanaqa holatda yuribman? Qadam tashlashim qanaqa? Sokinmi? Boshqachami? Tarangmi? Напряжённыйmi? O'zimga bosim beryapmanmi? Oyog'imga bosim beryapmanmi? Noto'g'ri tashlayapman. Qanaqa tashlayapman? Oyog'imni qanaqa tashlayapman? Ko'rinishim qanaqa? Qoshlarim chimirilib, bundoq peshonamni tirishtirib qo'yganmanmi? Sirazi to'g'rilab olaman. Orqam bukchayib qolyaptimi? Sirazi to'g'rilab olaman. Напряжённыйmanmi? Sekin o'zim bo'sh qo'yib yuboraman. Oyog'imni tashlashim bir yoqqami? To'g'rilab olaman. Yurishim sal tarvaqaylaganmi? Bundoq to'plab olaman. Tikka bo'lib olaman. Xullas, mashq qilib o'zimni kuzatishni boshlaganimdan beri iboralarni ham o'zimdan chiqadigan, o'sha tilim o'rganib qolgan, og'zimdan chiqadigan ba'zi iboralarni ham keskin to'g'rilashni boshlaganman va shukr alhamdulillah, hayotim ancha tartibga tushgan, o'y hayollarim ancha tartibga tushgan, nimalarim, orzularim, niyatlarim, maqsadlarim, o'y hayollarim, fikrlarim, qarashlarim, nazarlarim, nazariyalarim, his tuyg'ularim, emotsiyalarim, intuitsiyalarim va barchasini gaplashishlarim, og'zimdan chiqadigan gaplar, iboralarni qo'llashlarim va hammasini nazorat qilishga o'rganib ham, hatto o'rganib qoldim, bilasizmi? Hatto o'rganib qoldim. O'shani nima qilishingiz kerak bo'lsa, o'shani takrorlab boraversangiz, o'sha sizga normal holatga aylanib qolar ekan. Normal holatga aylanib qolar ekan. Va men bunga o'rganib qolganman. Mana bugun masalan qizimga aytdimki, voy tavba qildim. Qaragin, men boytamri turishim kerak, lekin qaror qabul qilmasdan tura olmayapman dedim.
miyam, ongim srazu shuna chaqmoq iskra o'tdi. Mana shu gapni gapirgandan keyin shuna ongim bitta iskra berdi menga. Voy, to'xtab tur dedim. Man keskin aniq bir qaror qilib keyin turishim kerak ekan dedim. Hozir tushundingizmi farqini? Boya aytgan edim, qaror qabul qilmay turolmayapman. Ko'ryapsizmi? Qatta bunda ongim to'xta shu yerda deyapti-da, menga bu so'zni ochiqlab beryapti, izohlab beryapti. Yo'q, sen noto'g'ri gapirding deyapti-da, izohlab beryapti bu gapimni. Voy, sen shuna to'xtadim-da, keyin to'g'riladim. Voy, men oldin keskin qaror qabul qilib keyin turishim kerak ekan dedim. Sraz to'g'rilavardim. Xuddi shunaqa qizim ham ba'zi gaplarni o'zi shuna gapiraveradi, yoki men yoki o'zi to'g'rilaveradi. Men ham shuna ba'zan til o'rgangan, shuna gapiraveraman-da, keyin shuna to'xtab qolaman. Ongim shuna iskra beraveradi-da, to'xtab qolaman-da, o'sha gapimni to'g'rilab o'tib ketaman. Odamchi o'zini ustida ishlayversa, so'zlarni, fikrlarni to'g'rilashga, tozalashga o'tganingizdan keyinchi bu shartli refleks bo'lib qoladi va siz davomli ravishda to'g'rilab saramjonlab borasiz va hammasi sizda iziga, tartibga tushishni boshlaydi. Chunki to'g'rilab boryapsiz-da, xatolarni to'g'rilab boryapsiz. Iboralarni to'g'rilab boryapsiz, buzg'uncha e'tiqodlarni to'g'rilab boryapsiz, ustanovkalarni to'g'rilab boryapsiz o'zingizda. Harakatlarni to'g'rilab boryapsiz, o'zingizni kuzatyapsiz, nazorat qilyapsiz-ku. Shunda harakatlaringizni to'g'rilab boryapsiz, turishlaringizni, yurishlaringizni to'g'rilab boryapsiz. Hatto o'sha nimalarimiz bor? Organlarimiz, hid bilish organi, eshitish organi, ko'rish organi. Yana nima? Qolgan siz davom eting. Mana esimga kelmay qoldi deyish paytda. Chunki informatsiya to'la, meni miyamda, ongimda informatsiya to'la bo'lgani uchun, qarang, oddiy so'zlar masalan, ozgina oldin ishlatdim shu so'zlarni, oddiy so'zlar vaholanki, hozir mana sizga aytayotganimda esimga kelmay qoldi. 5 ta organimiz bor. Ana o'sha organni sanab chiqyotgandim, 3 tasini sanadim. Ko'rish, hid bilish, eshitish. Mana ko'ryapsizmi, ikkitasi baribir kelmay turibdi. Chunki kallada informatsiya ko'p. Ana o'shalarni chiqaryapman-da, bunday olib qaraganda yangisini olish uchun. Xo'p, ana o'shalarni kuzatishni boshlaganingizda, o'zingizni kuzatishni, atrofni nazorat qilishni boshlaganingizda, hammasini yengilayapsiz, to'g'rilayapsiz va joyiga tushiryapsiz-da. O'sha hamma impulsni joyiga tushiryapsiz. Hamma hujayralarni, mikroelementlarni, DNKlarni tozalab, yengilab joyiga tushiryapsiz. Ya'ni o'zingizni shartingizga tushiryapsiz. O'zingizni refleksioningizga tushiryapsiz. Va bu degani hayotingiz tartibga kelyapti degani. Kunlaringiz, har kuningiz tartibga kelyapti degani. Hayotingiz tartibga kelyapti degani. Hammasi o'z o'rniga, joyiga joylashyapti degani. Tushunyapsizmi? Hamma elementlar o'zini joyini topyapti degani. Hamma puzzlelar o'zini joyini topyapti degani. Hamma sizdagi tarqab ketgan puzzlelar o'zini joyini topyapti degani. Ya'ni siz yaratyapsiz, boshqatdan yaratyapsiz degani. Chunki oldin ustanovkalar bilan yashab keldikmi, ustanovkalarni gapirib keldikmi, ustanovkalarni etib keldikmi, eshitganimizni gapiribdik, eshitganimizni qildik, ko'rganimizni qildik, eshitganimizni gapirdik, eshitganimizga qarab hayotimizga tatbiq qildik, to'g'ri emasmi? Ana endi siz sekin-sekin to'g'rilayapsizmi? Iboralarni, o'zingizni, xatti-harakatingizni, turishingizni, yurishingizni, kulishingizni, qarashingizni, fikrlaringizni, his-tuyg'ularingizni o'zingiz to'g'rilayapsizmi? Kuzatib, nazorat qilib.
Demakki, o'zingiz yangi o'zingizni yaratyapsiz. O'zingiz hayotingizni boshqatdan tartibga solib yaratyapsiz. Kitobni o'zingiz yozyapsiz. Oldin yozuvchilarni asarlarini o'qib keldingizmi va o'shalarni hayotga tatbiq qildingizmi shunaqa ekan deb. Hozir endi o'zingizni kitobingizni o'zingiz yozyapsiz. Birinchi boshidan ochib oppoq varaqqa o'zingiz kitob yozyapsiz. Ana o'shani o'zingiz yaratyapsiz. Bu esa judayam jonli yashash degani bu. Bu o'zingiz yashayapsiz degani. O'zingizni hayotingiz jonli o'zingiz yashayapsiz degani. Idrokli, ongli ravishda o'zingiz jonli hayotda jonli yashayapsiz degani. Va buni qanchalar ajoyibligini, bu esa siz yaratgan mo'jiza ekanligini, sehr emas. Ana erishib qolgandagi sehr emas. O'zingiz yaratgan mo'jizada yashash. O'zingiz yaratgan hayotda yashashingiz, o'zingiz yozgan kitobni o'qishingiz va boshqalar o'qishi. Voy, buni qanaqa ajoyib narsaligini, ne'matligini, baxtligini, omadligini, vobshe zo'r narsaligini-chi tushunib yetasiz. Jonli yashaysiz-da, chunki karaxt holda emas, ongsiz ravishda emas, ongli ravishda jonli his qilib yashaysiz. Mana hozir mana shu aytayotganlarimni ham his qilsangiz, his qilib eshitsangiz-chi, bu juda katta narsa-da, juda katta evolyutsiya-da. Va keyin namoz o'qiyotganimda, boya o'sha peshin namozi o'qiyotganimda o'zimga e'tibor berdim, bilasizmi? Yelkamni qisib olib o'qiyapman-da. Qiyomda turganimda yelkamni qisib olib o'qiyotgan ekanman. Bitta qarasam, yelkamni qisib olib o'qiyotgan ekanman. Bu nimadan darak? Xotirjamlikdanmi yoki напряжениyadanmi? Keyin sekin yelkalarimni tushirib oldim. Qaddimni tikka qildim. Yelkalarimni tushirib olib, biroz xushuga kirib, namozimni xotirjam o'qishni boshladim. 4 rakat sunnatni o'qib bo'ldimmi? Har bitta rakatini o'qiyotganimda yana bundoq qarayman, yana yelkamni qisib olganman. Sekin tushirib olaman. Yana sajdani tugatganimdan keyin yana keyingisini o'qiyotganda yana bundoq ahamiyat berib qolaman-da, kuzataman, yana yelkamni qisib olgan bo'laman. Shuna qilib peshin namozida 3 marta shuna qilib o'zimni to'g'riladim. 3 marta yelkamni qisib olgan bo'laman. 3 marta yelkalarimni tushirib, xotirjam tortib, xushuga kirib o'qishni davom ettirdim. Bu nimadan darak? Bu birinchidan ham o'zimni kuzatyapman. Ikkinchisi напряжение. Bizga o'rgatib kelishgani yelkalarini tushirib olgan, ya'ni yelkalarini bundoq ani tadorikda bo'lgin. Namoz o'qiyotganingda ehtiyot bo'lgin, yanglish harakat qilmagin, ortiqcha harakat qilmagin, tadorikda o'qigin. Qo'llaring mamnaqa turishi kerak, o'zing mamnaqa turishing kerak, gavdang mamnaqa turishi kerak, qonun qoidalarga rioya etishing kerak. To'g'ringda Alloh turgandek, Xudo turgandek, Xudo bilan gaplashayotgandek ta'zim qilishing kerak. Ya'ni polniy rost напряжениеda turishing kerak. Ana o'sha напряжение bilan namoz o'qishing kerak degan deb o'rgatilgan. Ya'ni qonun qoidalariga qat'iy rioya qilishing kerak. Ya'ni напряжениеda bo'lishing kerak-da, shart-da deb o'rgatilgan. Bo'lmasa namozing qabul qilinmaydi. Xudo namozingni qabul qilmaydi. O'qigan namozlaring bo'shiga ketadi. Tanangni bosh-boshiga charchatgan bo'lasan. Prosta tak o'tirib turgan bo'lasan. Qonun qoidalarini qilmasang, unda Xudo seni jazolaydi, qabul qilmaydi, falonda pisonda. Astag'firullah. Bu yerda
Xudo faqat marhamatli zot demoqchiman. Xudo bizni qanaqa yaratgan bo'lsa shundoq qabul qiladi. Tavbalarimizni qabul qiladi, yaxshi amallarimizni qabul qiladi. Va u marhamatli, qudrati keng, muruvvatli, kechiruvchi, halim zot. Karomati keng zot. Va u juda ham karomatlari bor. Juda ham marhamatli zot, mehribon zot. Va u Xudo hech qachon kechirmaydi, u senga zulm qiladi degan gapi o'zi yo'q, chunki Xudo unaqa emas. U senga g'azab qiladi, Allohni o'zi senga ko'rsatsin, Allohni o'zi senga jazolasin. Yo'q, Alloh jazolaydigan zot emas. Alloh zulm qiladigan zot emas. Alloh jazo beradigan zot emas-da. Jazo beradigan faqat qullar, biz. Bir-birimizga jazo beramiz, o'zimizga jazo beramiz, o'zimizni jazolaymiz, bir-birimizni jazolaymiz. Jazolash kerak, jazo endi olish kerak degan hukmni biz beramiz bir-birimizga. Chunki shuna e'tiqod bor. Buzg'unchi e'tiqod bor. Lekin Xudo unaqa emas. Xudo hech ham jazolamaydi. Xudo hech ham jazolamaydi. Xudo faqat mehribon. Oliy zot. Ana o'shaning uchun men boya namozimni nuqul yelkamni qisib olayotgan ekanman-da. Yelkamni qisib olibchi, xuddi anu yelkani qisib olib hukm kutayotgan. Bu kimlarga kiradi? Qullarga kiradi, to'g'ri emasmi? Yelkani qisib olib qo'rquvda hukm kutyapti. O'shanaqa bo'lib o'qiyotgan ekanman namozimni. Men aytdim, namoz xushuda qilingan namoz bu odam o'zini erkin qo'yib istak bilan qilinadigan amal. O'zimiz uchun chiroyli amal. Chiroyli narsa. Erkin bo'l, Halima. Chunki sen erkinsan. Namozni o'zing istaging bilan qilasan va eng chiroyli, go'zal amal bu namoz o'qish. O'shaning uchun erkin bo'l, Halima, istakda bo'l, erkin bo'l va xushuda bo'l. Sen o'zingni bunaqa qasmagin. Sen erkin o'qiysan namozni. Chunki bu erkinlik. Alloh bizga erkinlik bergan. Jazo emas. Yelkamni tushirib olib, chiroyli turib o'qidim. Yana yelkamni qisib olgan bo'laman. Yana yelkamni tushirib, chiroyli turib o'qidim. Ya'ni hatto o'sha namoz o'qiyotgan paytimda ham o'zimni kuzatyapman. Bir qarasang shoshib o'qib ketayotgan bo'laman. Shuni ham kuzatyapman. Qarasam, shoshib, buzib, shoshib o'qiyapman. Bu nimasi? Men Allohning oyat kalimalarini o'qiyapman. Duo o'qiyapman, namoz o'qiyapman. Nimaga shoshishim kerak? Nimaga shoshilishim kerak? Shoshilish bu husnmi? Ya'ni kamiga yetmadi, Allohning kalimalarini, kalima oyatlarini shoshilib o'qish bu husnmi? Bu mansabmi? Yo bu chiroyli ko'rinishmi? Yo bu maqtanishmi? Yo bu kibrmi? Yo mansabmi? Yo amalmi? Yo qaysi biri? Hech qaysi emas-da. Xo'p, unda nega men shoshilib o'qiyapman? Ayyo, demak bu noto'g'ri ekan. Shoshilib o'qishimga sabab yo'q. Shoshilib, buzib o'qishimga hech qanaqa bir sabab yo'q, jiddiy bir sabab yo'q. Men namoz o'qiyapman. Namoz o'qish uchun vaqt bor o'zi. Vaqt ayirganman va bu namozni chiroyli o'qib olishim kerak. Dedimda, yelkalarimni tushirgan holda, xotirjam holda, chiroyli qilib namozimni o'qib bo'ldim. Va oyatlarni suralarni o'qiyotganimga ham e'tibor berdim o'zimga. Qaysidan keyin qaysini o'qiyapman, qo'limni holati qanaqa, qo'llarim, barmoqlarimni turishi qanaqa, egilayotganimdek holatim qanaqa, sajdadagi holatim qanaqa. Va o'sha holatlardan men mamnun bo'lamanmi? O'zimdan mamnun bo'lamanmi? O'zimga rozilik his qilyapmanmi? U menga to'g'ri kelyaptimi? Menga yoqyaptimi?
ana o'sha holatlarimni ham kuzatdim-da. O'sha holatlarimga ham e'tibor qildim. Bu esa sizga judayam katta yordam beradi. Siz o'zingiz istagan ayol bo'lishingizga, siz o'zingiz istagan holatdagi inson bo'lishingizga, bu siz o'zingizni kuzatish, o'zingizga e'tibor qaratishingiz juda katta yordam beradi. Men bilasizmi, juda katta o'zgarish, evolyutsiya qilganman o'zimda. Juda katta o'zgarish, hatto ba'zan luqmani og'zimga solib chaynayotganimga ham e'tibor beraman-da, ishoning. Srazu to'g'rilab olaman. Ba'zan og'zimni to'ldirib narsa sovolaman-da, chaynolmay o'tiraman. Bu xunuk ko'rinish. Menga bunaqa ko'rinish yoqmaydi. Chetdan meni birov kuzatyapti-da va men bunaqa og'zimni to'ldirib qiynalib chaynayapman. Bu chiroylimi? Ayol kishi uchun bu chiroyli ko'rinishmi? Yo'q. Demak, menga bu yoqmaydi. Keyin srazu o'zimni to'g'rilab olaman. Ba'zan nonni noto'g'ri olib kelib qo'yaman og'zimga-da, noto'g'ri shaklda olib kelib qo'yaman-da, qarasam o'zimni katta tishlab, o'shani katta ochib, o'shani tishlashga harakat qilyapman-da. O'shani kuzatib qolaman, o'shanga e'tibor berib qolaman o'zimda. Keyin srazu nonimni olaman-da, ixcham joyini, ingichka joyini, kichkina joyini olib kelib, kichkina tishlab, og'zimga luqmani kichkina chiroyli shaklda solib, chiroyli shaklda chaynab, yutishga chaynab yutaman. Ya'ni men o'zimni yengitdan shakllantiryapman. O'zimni yangi Halimaxonimni, yangi Halimaxonimni yaratyapman. O'zimda yangi Halimaxonimni yaratib, yangi Halimaxonimni shakllantiryapman o'zimda. Va bu esa menga judayam yoqyapti. Judayam qiziq jarayonda, judayam qiziq proses bu. Qilib ko'ring siz ham. Shunaqa qilib, 3-sini ham gapirib bo'ldim. Oxirgi son 4-bo'lim. Va nihoyatda kecha men aytdimki, ovozli chatimda qoldirganimda, akaziyatsa men o'zimni tug'ishgan jigarim opamdan xafachiligim bor ekan deb kecha ovozligimda shuni ham aytib o'tganman. Akaziyatsa men opamdan juda katta xafaligim bor ekan. Bu nimani orqasidan? Kutishni orqasidan va mas'uliyatni opamga yuklab qo'yganim orqasidan. Nima? Bizda aytiladi, oilada katta kichikka yordam berish kerak, dastak bo'lib turish kerak. Sen kattasan-u, seningga qara, sen kattasan-u, seningga yordam ber, sen kattasan-u, seningni asrab avayla, sen kattasan-u, seningga tarbiya ber, odob ber, ish o'rgat. Sen kattasan, seningni kuzatib tur, sen kattasan, seningga qara. Xuddi o'sha narsa dastur bo'lib qolganmi, ya'ni ustanovkami? Men kichkinaman, opamdan kutyapman-da. Opamdan e'tibor, dastak kutyapman, qarsak kutyapman, g'amxo'rlik kutyapman. Yo'q, g'amxo'rlik degan, hozir mana yana bitta chiroyli insight keldi menga. G'amxo'rlik. Qarang, g'amxo'rlik degan so'zda nimani sezyapsiz? Mana shu g'amxo'rlik degan kalimani ham to'g'rilashimiz kerak. Aytib ko'ring-chi, g'amxo'rlik. Boshida nima kelyapti? Qanaqa so'z kelyapti? Ko'ryapsizmi? Demak, mana shu g'amxo'rlik degan so'zni tuzatib, gruppaga tashlaysizlar. Mana shu g'amxo'rlik degan so'zni tuzating va muhokama qismida albatta yozing. O'zingizni fikringizni albatta yozing. Men to'g'rilab bo'ldim. Hozir o'zida men to'g'rilab bo'ldim. Siz ham to'g'rillang, mana shu g'amxo'rlik degan so'zni to'g'rilab, albatta fikringizni yozib qoldiring. Xo'p, kutyapman, e'tibor kutyapman, pul kutyapman, xabar olishini kutyapman, uni kutyapman, buni kutyapman, muhofazalik kutyapman, himoya kutyapman, u kutyapman, bu kutyapman. Chunki aytilgan, sen kattasan, opasan, seningga qara, seningga ber. Xuddi singil bo'lib, men opamdan o'shalarning hammasini kutayotgan ekanman. Ana o'shaning uchun kutayotganim bo'lmayotgani uchun men xafa ekanman. Bu talab qilish,
kutish, riyokorlik, ta'makirlik va o'zini mas'uliyatni opasiga yuklab qo'ygan. Xullas, men singilman. Ana o'shaning uchun opamdan juda katta xafachiligim bor ekan. Va kecha kechqurun shom namozini o'qib bo'lganimdan keyin opam bilan konkret ishlardim. Opam bilan konkret ishlayapman. Nima dedim bilasizmi? Savol-javob o'zimda raskopka qilyapman, savol-javob qilyapman. Shuni sizga aytib o'taman. Shpargalka sifatida. Men aytdim. Xo'p, men opamdan anoni berish kerak edi, shu paytgacha kutib olish kerak edi, shu paytgacha kelishga, shu paytgacha xabar olishga, shu paytgacha yordam berishga, shu paytgacha bu kutganlarim berish kerak edi xullas. Xo'p deyman, opam menga yordam berish kerak ekan. Xo'p, ikkinchi halim aytadi. Xo'p, opang majburmi? Opang senga yordam berishga majburmi? Yo'q. Unda nima kutyapsan? O'rganib qolganman. Shartmi yordam berishi? Majburmi? Yo'q. Unda nima kutyapsan? Shu paytgacha men ham qilib keldim-de. Nima qilib kelding? Yordam qilib keldim, ehson qilib keldim, yo'qladim bu. Ularni sen majbur bo'lib qildingmi? Yo'q. O'zing tanlovingmidi? Ha. Qilgin kelgani uchun qildingmi? Ha, yo'q majbur bo'lgani uchun qildingmi? Yo'q. Sen majburmiding? Yo'q. O'z xohishing bilan qildingmi? Ha. Demakki, sen opangga shu paytgacha qilganlaring o'z tanlovingmidi? Ha. Demakki, opang o'shalarni bilyaptimi? O'shalarni sen o'z tanloving bilan qilganingni bilyaptimi? Bilmadim. Yo'q, aytmoqchimanki, opang seni oldingda senga qarashga majburiyat his qilyaptimi? Yo'q. Majburiyat his qilsinmi? Yo'q. Chunki u majbur emas. Bo'ldi ana. Ancha tinchidim, bilasizmi? Ancha tinchidim. Va opamni albatta yo'qlashim kerakini his qilib, telefon qildim. Sразу opamga telefon qildim. Opajon, sizni sog'indim, sizni yaxshi ko'raman, qalaysiz, tinchmisiz degani opamga sразу telefon qildim. Ishoning. Shu paytgacha bo'lmasa qancha vaqt o'tdi. Opamga telefon, qilgim kelmayapti. Yo'q, opam bilan gaplashgim kelmayapti. Nimani gaplashaman? Yo'q, opamga telefon qilib o'tiramanmi? Ya'ni opamga telefon qilaman deb opamni o'ylasamchi, shunda anaqa nima kelyotdi? Nima отталкивание. Shuna itarilish kelyotdi-da. Chunki men yoqtirmayotgandim. Nimaga? Kutyotgandim. Bo'lmayotdi. Kutganim bo'lmayotgani uchun men opamni yoqtirmayotgandim, qabul qilmayotgandim, tan olmayotgandim. U meni ustozimligini tan olmayotgandim. Faqat berishi kerak bo'lgan odam deb tan olgandim-da, o'shancha xafa edim. Xafaligim sababli telefon qilgim kelmayotdi. Va men kecha kechqurun shuni shom namozini o'qib bo'lgandan keyin ancha o'zim bilan raskopka qilib oxiri shu savol-javoblar bilan yechildi, qo'yib yubordim. Majburmi? Yo'q. Mani qilganimcha, o'shaning uchun kutyapman. Seni qilganing majburlikdanmidi? Yo'q. Xohishdan edi, istakdan edi. Bu tanlovingmi? Ha, o'zingni tanloving-ku bu. O'zing tanlaganing uchun, o'zing qilgin kelgani uchun qilgansan. To'g'ri? Nimaga endi opang majbur? Nimaga endi opang seni tanloving uchun opang majburiyat bilan javob qaytarish kerak? Bu shartlilikmi? Ha. Sen shartli qilyapsanmi hamma narsani? Yo'q. Unda nega kutyapsan? Ha, to'g'ri. Men shartlilikda qolib ketgan ekanman. Men shartlilikda, kutishda bola pozitsiyasiga kirib qolgan ekanman. Va o'shaning uchun opamni qabul qilgim kelmayotgan ekan, tan olgim. Hozir bilasizmi, kechadan beri shunaqangi xursandmanki, kechadan beri opamni menga qaragan quyosh ko'ryapman-da, nur sochib turgan, o'zini nurlari bilan meni ilitib turgan quyosh. O'zini patlari bilan, o'zini qanoti bilan himoya qilib turgan qush.
Shunaqa ko'ryapman-da opamni, shunaqangi mehribon, shunaqangi jonli, shunaqangi jonga yaqin, shunaqangi jonli jigarim ko'ryapman-da уже. Bilasizmi? Hamma narsani уже jonli ko'rishni boshladim. Chunki men endi mana tirilib jonli ravishda yashashni boshladim-da. Jonli. Hammasi o'lik edi. Hammasi quruq edi. Hammasi soxta edi. Hammasi просто tak edi. Hammasi oddiy edi. Hozir уже bilasizmi, hammasini jonli ko'rishni boshladim. Hammasini samimiy qabul qilishni boshladim, tan olishni boshladim. Hammasini jonli tan olib qabul qilishni boshladim va jonlilikni his qilyapman. Tiriklikni, jonlilikni, issiqni his qilyapman. Bu bilasizmi, qanaqa evolyutsiya, bu bilasizmi, qanaqa o'zgarish, bu bilasizmi, qanaqa rivojlanish, bu bilasizmi, qanaqa o'sish, ya'ni mendagi. Bilasizmi, qanaqa narsa bu, o'zimda o'shani his qilish, nima narsaligini, qanaqa narsaligini bilasizmi? Men uchun juda katta narsa-da. Katta natija men uchun-da. Haqiqatan ham. Ana o'sha ishlab tashlaganimdan keyin shunaqangi ochildim. Ongimchi bundoq qo'yvordi-da, yuragim, ongim, miyam shundoq qo'yvordi-da. Ushab turgan bundoq tugunni ikkita ipni, ikkita arqonni bir joyga keltirib, tugun qilib ushab turgan holatida o'sha tugunni qo'yvordi-da meni tanam. Qalbim, ongim, ruhim, miyam o'sha qattiq ushlab olgan tugunini shundoq qo'yvordi. Halima, ozodsan endi. Halima, erkinsan. Qulfing ochildi. Qulf ochildi. Sen qulflab qo'ygan qulfni o'sha boyagi savol, raskopkaviy savollar bilan ana o'shalar kalit. O'sha raskopkaviy savollar o'sha qulfni kalti. O'sha kalt bilan ochdim qulfni. Va u qulf ochilib ketdi. Tugun yechilib ketdi. Endi ozodsan Halima. Tanam biram maza qildiki, mendan tanam biram minnatdor bo'ldiki, tanam. Ruhim, qalbim mendan biram minnatdor bo'lishdiki, chunki ular o'sha qulfni qulf deydi-da. O'sha tugun deydi hammasi. Men o'sha kecha raskopka qilib, opamni qabul qilib, tan olib va hamma rostlarni, haqiqat bilan yuzlashib, o'sha haqiqatlarni tan oldimmi? Ha, to'g'ri deb tushunib qoldim. O'sha tan oldimmi? Tushunib qoldimmi? Ana o'sha tugun yechildi, qo'yvordi va tanam, ruhim, qalbim shunaqangi ozodlikka chiqib, shunaqangi mazza qilib bayram qilishdi. Menga rahmatlar, minnatdorliklar bildirishdi-da. Va men maza qildim-da bugun. Kechadan beri boshlab o'zim maza va bugun menga shunaqangi imkoniyatlar, shunaqangi kelyapti va men o'sha imkoniyatlarni ko'ryapman. Qizim ikkalamizga shunaqangi imkoniyatlar kelyapti. Biz ularni ko'ryapmiz-da va biz o'shalarni ko'rib, o'shalardan foydalanishga o'zi chiroyli maqsadlar, qarorlar qilib qo'ydik-da. Va bittasini men hozir amalga oshirib turibman. Shukr, alhamdulillah, bittasini men hozir shu daqiqada amalga oshirib turibman. Ko'ryapsizmi? Bitta kichik maqsadimni amalga oshirib turibman. Ana mashi ham juda katta baxt. Demakki, men baxtliman. Demakki, men omadliman. Ham omad, ham baxt, ham xursandchilik, ham natija, ham evolyutsiya, ham katta maqsadga yo'l, ham bilasizmi, maqsadingizni amalga oshirish qanchalik bir baxt beradi-da. Buni-chi his qiling. Hozir shuni his qilib oling. Men tushuntirishga qiynalyapman. Buni so'z bilan tushuntirishga qiynalyapman. His qiling shuni. Chiroyli maqsad qo'yib,
reja qilib o'shani shuni amalga oshirganingizdagi energiyani shundoq his qiling, tushuntirishga qiynaldim. Chunki so'z yo'q buni ta'riflashga. His qiling, his qiling. Amalga oshirdingiz. Maza quvosdi energiyaga shunaqangi to'lvoski, mo'jizaviy energiyaga shunaqa to'lvos. Men hozir xuddi o'sha energiyadaman-da. Xuddi o'sha mo'jizaviy ijobiy energiyaga hozir shunaqangi to'ldimki, mana qarang, anu qo'limni barmoqlari shuna anaqa energiya kiryapti. Qo'limni barmoqlarim, oyoq barmoqlarim shundoq, tanam shundoq qizib ketdi hozir. Tanam qizibchi, anu barmoqlarimni orasidachi xudani nima ulab qo'yiladi-ku. Tokka tiqasiz. O'sha tok yurgandek bo'lib jivir bo'lib ketyapti-da. Qarang. Qanaqa desam ekan, qo'l muzlaydi-ku. Qo'l muzlaydi yoki tomir tortishib qoladi. Ana o'shanda jivir yurishadi-ku. Butun tanamda energiya, hamma butun tanamga tarqalyapti. Butun hujayralarimga, mikroelementlarimga tarqalyapti hozir. Katta energiya, katta ijobiy energiya. Men hozir shunaqangi ijobiy energiyaga shunaqangi to'ldimki, demayman nimadan maza qilar ekanman. Men insonlar bilan gaplashib maza qilar ekanman. Men jonli dars o'tib maza qilar ekanman. Ovozimni eshittirib maza qilar ekanman. Xuddi mana shunaqa jonli dars o'tib, jonli gapirib, ovozli chat qilib, gapirib maza qilar ekanman men. O'shancha energiyaga to'lib ketdim-da. Xullas, mana 4-bo'limini ham gapirib tugatdim. Bugungi mendagi qiziqishlar, anglashlar shulardan iborat. Ana endi sizlar bilan kichkinagina bir meditatsiya qilamiz. Meditatsiyamizchi o'zini energiyaga to'ldirish. Yaxshi gaplar bilan energiyaga to'ldirish. Xo'p. Qani, Bismillahirrohmanirrohim deb tayyorlanamiz. O'zimizni tayyorlaymiz. Meditatsiyaga tayyorlanamiz. Meditatsiya qilishga tayyorlanamiz. O'zimiz bilan ko'rishishga tayyorlanamiz. O'zimizni ongimizga kirishga tayyorlanamiz. Chuqur nafas olamiz. Og'iz bilan chiqaramiz. Yana og'izdan chiqaramiz. Chuqur nafas olayotganingizda miyangizni ochiq kanalidan toza havo, farahlik kirayotganini, yorug' nur kirayotganini his qiling. Chiqarayotganingizda esa o'pkangiz bo'shayotganini his qiling. Ana endi ro'paringizda chiroyli o'zingiz turibsiz. Va chordana qilib o'tirib olgansiz. Oldingizda esa cheksizlik, bepoyon moviy dengiz, tog'lar,
qoyalar, toshlar, osmonga qarang. Osmon ham moviy, tiniq. Uni tasviri sizni oldingizdagi bepoyon dengizga tushib turibdi. Ya'ni dengiz bilan osmon bir-birini ko'rsatib turgandek. Ya'ni siz yer bilan koinotni bog'lab turibsiz. Va boshingizni 7-chakrasi, ya'ni o'rma qismidan chiroyli nur butun tanangizga yoyilishda davom etyapti. Ichingiz shunaqangi ferahladiki, yengil bo'lib ketdingiz. Boshingizni o'rama qismidan kirayotgan yorug' nur osmondan portal ochgan, tuynuk ochgan va sizni har bitta gapingizni to'g'ri arshaloga olib chiqadi. Koinotni so'ngsizlik, chegarasizlik, cheksizligiga olib chiqadi va u yerda hammasi yoziladi va sizga qaytib keladi. Qaytaring, men bilan qaytaring. Men cheksizlikdaman. Men farahlikdaman. Men erkinlikdaman. Menga berilgan vujud, tana, his, tuyg'ular, ong, ruh, qalb, tana, uni ichki va tashqi a'zolari uchun. Ular menga beminnat xizmat qilayotgani uchun Allohimga hamdu sanolar va shukronaliklar keltiraman. Meni ichimdagi farahlik uchun cheksizlikdan, koinotdan minnatdorman. Men erkinlikdaman. Men o'zimdaman. Men o'zim bilanman. Men rohatdaman. Men bepoyonlikdaman. Butun yer, butun koinot, butun hislarim, his-tuyg'ularim, fikrlarim, qarashlarim, tanam, ruhim, butun yer yuzi, undagi barcha mavjudlik menga oid. Men uchun berilgan barcha imkoniyatlar men ulardan foydalanishim uchun berilgan. Nafas olishim, nafas chiqarishim, barcha go'zalliklarni ko'rishim, barcha shifoliklarni eshitishim, eng chiroyli beg'ubor his-tuyg'ularim hammasi menga oid. Alloh ularni meniki qilib bergan. Meni tanlovlarimga oid.
Man o'zimga ishonaman. Man o'zimdagi ishonchga ishonaman. Man o'zimdagi qobiliyat, talantlarga ishonaman. Man o'zimni qila olishimga ishonaman. Mani ongim toza. Musaffo, pok va beg'ubordir. Man o'zim bilan uchrashaman. O'zingiz bilan uchrashing. Qizaloq o'zingiz bilan uchrashing. Qarang, ana yugurib keldi. Oppoq tumanlar orasida yugurib keldi. Qarang, uni oyoqchalarini qarang. Ko'zlarini qarang. Qo'g'irchoqlarnikidek ko'zlarini qarang, kiprikchalarini qarang. Oyoqchalarini, qo'lchalarini qarang. Do'mboq qo'lchalarini sizga uzatib turishini qarang. Eting. Ha, biz topishdik. Ha, biz sen bilan ko'rishdik. Ha, biz sen bilan eng yaxshi davrda, eng yaxshi paytda ko'rishdik. Musaffolikda, beg'uborlikda ko'rishdik. Endi biz birgamiz. Endi biz birga hammasini amalga oshiramiz. Hamma orzularimiz, niyatlarimiz, maqsadlarimizni birgalikda amalga oshiramiz. Xursandchilikda amalga oshiramiz. Birga kuch bo'lib amalga oshiramiz. O'zimiz amalga oshiramiz. Ularni o'zimiz yaratamiz. Man sen bilan, sen men bilan ijobiy kuchimiz, ijobiy energiyamiz. Biz soflikmiz, biz sevgimiz, biz musaffolikmiz. Biz muhabbatmiz. Biz ijobiy energiyamiz. Biz hammaga kerakmiz. Biz o'zimizga kerakmiz. Atrofga qara. Butun koinot bizni erkalatayotganiga qara. Butun koinot bizani erkalatayotganiga qara. Oq bulutlarga qara. Oppoq energiyaga qara. Sen o'sha oppoq energiyadan kelding. Toza nurdan kelding. Ilohiy energiyadan yaralding. Sen o'sha yerdan kelding. Demakki, biz ilohiyotdan keldik. Demakki, biz yarata olamiz. Demakki, biz amalga oshira olamiz. Demakki, biz omadlilarmiz. Demakki, biz baxtlilarmiz. Demakki, biz ijodkorlarmiz. Biz sof nurmiz. Biz muhabbat nurimiz. Allohni muhabbatidan nurmiz. Biz Allohga sevgi nurimiz. Qarang endi. Siz, kichik qizaloq siz va hozirgi siz oppoq harir ko'ylakda. Ikkalanglar ham
oppoq bulutlar, oppoq yog'du, oppoq nur bilan bir uyg'unlikda, birgalikdasiz. Oppoq nurga o'zlashib ketdingiz. Oppoq nurga aylandingiz. Beg'uborlikka aylandingiz. Qizaloqsiz. Qanchalar xursand, qarang. Jonli, ya'ni ko'zlari jonli, qarashlari jonli, harakatlari jonli, umidlari, orzu-havaslari jonli, atrof jonli, nur yog'du, bulutlar, musaffolik jonli, hammasi jonli. Endi o'zingizga qarang. Qizaloq o'zingizni ko'tarib turgan sizga qarang. Yuragingiz gupillab uryapti. Atrof birdaniga sizga ham jonli ko'rinib ketdi. Birinchi marta ko'rishingiz, jonli atrofni birinchi marta ko'rishingiz, jonli o'zingizni birinchi marta ko'rishingiz. Yuragingizni urishi, yuragingizni bunaqa gupillab, g'ayritabiiy urishi jonli birinchi marta ko'rishingiz. Harakatlaringiz, umidlaringiz, orzu-havaslaringiz jonli. Atrof jonli. Atrof juda ham go'zal. Orzu-havaslar kelib ketyapti sizga, shirin xayollar, shirin havaslar kelib ketyapti sizga. Oppoq harir ko'ylakdasiz. Ko'tarib turgan, erkalatib, quchoqlab turgan qizaloq sizni ichingizga, chiroyli urib turgan qalbingizga singdirib yuboring, ichingizga sovaring. Butun tanangizga, qalbingizga singib ketdi. O'zingiz esa judayam yengil, judayam sof, musaffo, erkin bo'ldingiz. Xuddi o'sha erkin harakatlar, yengil harakatlar bilan hozir turgan joyingizga, o'tirgan joyingizga, hozirgi tanangizga qaytib kiring. Ko'zingizni oching.